Ancha-muncha odamni mundoq savol bilan olib kirib qo'yadi tupikka. Haligi javob berolmaydigan holatga. Yulduz Usmonova haqida. Yulduz Usmonova sizga qarindoshlik joyi yoki yaqin tanishligingiz bormi? Yoki siz bilan ko'p umr qiladi deb yoki bir marta qildimi? Keyin 6 martaga yaqin qildik. ha, ko'p bo'ldi-da shu. 6 marta yaqin Ko'p qildik. chiqishingiz. Yulduz Usmonova hozir ancha jamoatchilik e'tiborida. Oxirgi vaziyatlarda. Nyu-York shtat meriyasi Yulduz Usmonovani konsertini atmay qilishdi, o'zlari so'rashgan, talab qilishdi, Amerikaga kirishini taqiqlashdi. Isroilga qarshi gaplari uchun. Lekin u Amerikadagi vizasi sabab bo'ldi va bu yerda Amerikaning vizasidan ayrilganidan ikkinchi tomonda butun dunyoda hozir Yulduz Usmonovaning mashhurligi oshib ketdi. To'g'ri. Ya'ni butun dunyodagi jamoatchilik musulmon Sababi jamiyati Alloh yo'lini tanladida. Ha, ya'ni jamoatchilik, musulmon jamiyati orasida mashhur bo'lib ketdi hozir. O'zini nafsini, o'zini moddiyatini, o'zini sha'nini o'ylamadida. Aynan qarindoshlik darajamiz yo'q, qarindoshlik ruhiy bog'liqligimiz yuqori. Ruhiy bog'liqligimiz yuqori. Qaysi ma'noda? Biz birinchi o'zi O'zbekistonda tanishganligimiz bor. Undan keyingi tanishishimiz aynan Saudiyada bo'lgan. Undan keyingi yaqinligimiz, Saudiyadagi suhbatlar, u ayol juda talabchan ayol. O'ziga nisbatan ham atrofidagilarga nisbatan ham talabchan ayol. Bu ayolda ana shu ayolda diniy taraflamasiga o'zini ustida ishlashligi, o'ziga talabchanligi, bilimlarini borligi ancha-muncha odamni mundoq savol bilan olib kirib qo'yadi tupikka. Haligi javob berolmaydigan holatga.